Demak, sistemaga kirish uchun brauzerga kiramiz. Brauzer Chrome bo'lishi mumkin yoki iPhone'lar uchun Safari brauzeriga kirib, qayerda o'zga kiramiz. Xo'p, endi akkauntga kiramiz. O'zimizning telefon raqamimizni teramiz. Agar yangi hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, SMS kod keladi. SMS kodni teramiz va yangi parol kiritamiz. Hozir bu akkaunt registratsiyadan o'tgan, shuning uchun parol teryapmiz. Xo'p, mana endi sistemaga kirdik. Shaxsiy ma'lumotlarga kiramiz. Mening e'lonlarim mana ko'rib turganingizdek bo'sh. E'lon qo'shishga kiramiz. Xo'p, shaxsiy. Xo'p, kvartira sotaman, ijara yoki bir kun. Xo'p, sotish narxini teramiz. Masalan, $50,000. Keyingisi xonalar soni. Masalan, 3 ta. Xo'p, keyingisi umumiy maydoni. 65 kvadrat metr. Qavat raqami 3-qavat. Keyingisi umumiy qavatlar soni. Masalan, 7 ta. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Endi bu yerda rasmlarni tanlab olamiz. Xo'p, misol uchun shu uylarimizni rasmini tanlaymiz. Mana qo'shildi. Asosiy rasm tanlaymiz. Qaysi rasm ustiga bossak, avtomatik tarzda asosiy bo'ladi. Xo'p, rasm tanlab oldik. Keyingisida tavsif kiritamiz. Tavsif uchun masalan, tezroq bo'lish uchun ChatGPT kiramiz. Xo'p, ChatGPTga zaпрос yozamiz. Masalan, tavsif yozib ber. Sotiladigan kvartira uchun. Ikonkalari bilan. Yana ikonkalar bilan chiroyli tavsif yozib beradi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kiritilsa, o'sha ma'lumotlarni chiroyli qilib tahrirlab beradi. Xo'p, mana premyer uchun tavsifimiz tayyor. Endi belgilab nusxa olamiz. Nusxa oldik. Endi qayerdaga qaytamiz. Nusxamizni qo'ydik. Tavsifimiz tayyor. Keyingisiga endi asosiy qadam kartadan shu o'zimizning mulkimiz joylashgan joyni topamiz. Xo'p, kvartirani belgilamoqchi edik. Xo'p, kerakli shu domimizni topamiz. Shu taxminan bo'lsa ham kvartiramizni tepadan shaklini chizib chiqamiz. Xo'p, burchaklarni to'g'rilaymiz. Keyingisiga o'tamiz, ma'lumotlarni tekshiramiz. Rasmga yuklangan, hop, joyimiz shakli bilan tayyor, tugatish. Ma'lumotlar muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi mening e'lonlarimga kirsak, mana bizani qo'shgan joy. Endi admin tekshiruvdan o'tsa, asosiy kartada ko'rinadi joyimiz. E'tibor uchun rahmat.